Apoint ERP sizni kasbiy faoliyatingizdagi qanday muammolarni bartaraf etdi hamda qanday imkoniyatlar bera oldi? Apoint ERPdan keyin ayniqsa xaridorlar bilan ishlashda xaridor har doim so'raydi qaysi nimada ketyapti ishi. Uning uchun men boshqa ishlarimni tashlab, potokka yugurib, dazmolga, upakovka bo'limiga yugurib, nechta ish qoldi, nechtasi yopildi, qachon tugatamiz, shunaqa yugur ko'p, boshqa ishlar qolib, o'sha xaridorga ma'lumot berish bilan ovora bo'lib qolardim. Hozir Apoint programmasi orqali bemalol o'tirgan joyimda nechta mahsulot tikuv bo'limida, nechta mahsulot bichuv bo'limida, nechta mahsulot upakovkada tayyor mahsulotda turibdi. Shunisini bemalol aniqlay olyapman. Ishimda yana ham samara bo'lyapti. Bemalol o'tirgan joyimda ma'lumotlarni ola olyapman. Xodimlar bilan ishlashda ham, xodimlarni rag'batlantirishda ham eng ko'p samarani kim berdi, kim ish unumdorligi zo'r, planni bir oy davomida kim zo'r bajardi. Bularni bemalol aniqlay olyapmiz. Biz Apoint ERPni o'rnatganimizdan xursandmiz. Ishimizda tejamkorlik, vaqtimizda ishimizda samara bo'ldi. Bundan juda ham xursandmiz.